O'quvchilardagi iqtidorni kashf etish va to'g'ri yo'naltirishda Barkamol avlod bolalar maktablari ishonchli mahorat maydoniga aylanmoqda. 600 nafarga yaqin yoshlarni 15 turdagi to'garaklarga qamrab olgan Farg'ona shahar Barkamol avlod bolalar maktabi ham fidoyi ustozlar va intiluvchan yoshlar bilan hamisha gavjum. Bu yerda o'quvchilarimiz o'zlarini qiziqishlari bo'yicha iqtidorlarini yana ham mustahkamlash maqsadida mashg'ulotlariga muntazam ravishda qatnashib kelishadi. O'quvchilarimiz bu maktabda ko'rik tanlovlarda, xalqaro ko'rik tanlovlarda, turli tadbirlarda faxrli o'rinlarni egallab kelishmoqda. Jumladan joriy yilda aprel oyida mental arifmetika bo'yicha o'quvchimiz xalqaro tanlovda 1-o'rinda, aviamodel to'garagi bo'yicha respublika ko'rik tanlovida 1-o'rinda. Bundan tashqari Namanganda Gullar bayramida o'tkazilgan xalqaro tanlovda ham vokal yo'nalishi bo'yicha bizning o'quvchimiz 1-o'rinni, faxrli o'rinlarni egallab kelishdi. Yangi o'quv yilidan boshlab STEM ta'lim yo'nalishi bo'yicha, ya'ni dasturlash yo'nalishlari bo'yicha ham to'garaklarni ochishni maqsad qilib qo'yganmiz oldinda. 2026-yilga yana bizni qo'shimcha rejalarimiz asosiy fanlar, ya'ni o'quvchilarimizni kelgusida oliy ta'limga tayyorlash uchun asosiy fanlarda yana ham mustahkamlash maqsadida ona tili, ingliz tili, rus tili yo'nalishda yana ko'proq to'garaklarni tashkil etishni reja qilganmiz. Ustozlaridan o'rgangan bilimlarini to'la o'zlashtirgan o'quvchilar ma'naviy, ma'rifiy, ilmiy, ijodiy yutuqlarga erishishmoqda. Bu albatta har qanday o'qituvchiga ishtiyoq beradi. Ayrilgan 1, qo'shilgan 3, ayrilgan 4. Javob qo'shamiz 3, qo'shamiz 1. Barkamol avlod bolalar maktabida faoliyati yo'lga qo'yilgan to'garaklar o'quvchilar kamolotida ham muhim ahamiyat kasb etayotgani e'tirofga loyiq. Shaxmat to'garagiga ancha yillardan beri qatnashaman, turli xil yutuqlarga ega bo'lganman. Ulardan Barkamol avlod bolalar festivalining viloyat bosqichida faxrli 1-o'rin. Undan tashqari ayollar o'rtasida hamda 16-18 yoshgacha qizlar toifasida faxrli 1-o'rinni. Undan tashqari sport razryadlarida sun, ya'ni sport ustaligiga nomzod musobaqasida faxrli 1-o'rinni egallaganman. Hozirda sport ustaligiga nomzodman. Maktabning aviamodel to'garagi katta ixtirolar uchun ilk qadam bo'lsa, liboslar dizayni to'garagida bir-biridan chiroyli yangi ijodiy ishlar yaratilmoqda.